shashlik ishlarini ko'rib havas qilaman-da, mashalloh, osh bo'lsin deyman. Biror bo'ldi qil. Lekin oxirida uni chichishga kelganda 7 ta odam ovorada, tualetga ko'tarib, chichirib, ko'tini yuvish uchun Sog'lomlar bo'ladi. nafsini o'ylab yevaladi. Shap yevaladi. Ovorada keyin buni ko'tini yuvish kerak, ko'tarib olib borish kerak, hamma ishdan qoladi-da. Shuning uchun uksiz ichvar onasini ham nima qilsa qiynalib ham ketdi hayotga. Ular yarimta kalamishganlar. Kulolma, boshingga solib qo'y, ba'zi kulolma hojat bor. Boshingga solib qo'y ba'zi. Mayli, to'g'ri bo'lishi ham mumkin, boshimga solib qo'ymasin. Mumkin. Lekin meni oyog'im bo'lmasa ham, men ham saxirman, bir kun oyog'imni kesib yuborishi mumkin. Men ham saxirman, bir kun peshonamda oyog'im kesilishi bor. Lekin men o'tirib olib bunaqa qilib 70 kilo beringlar demayman. Akalar, shu qo'ldan kelgancha deyman. Alloh rozi bo'lsin deyman. Bo'ldi. 70 kilo Yeb to'ymas. yig'lama Po'lat, ana Innan ham rahmi kelyapti senga. O'rislar ham keldi, yig'lama deyapti Inna degan qiz ham. Inna shuni yo'qmi shu Rossiya presidentini mehribonlik uyiga tashlab kelsa yaxshi qaraydi-yu. Ota-onasi ham bir ro'shnolikda yashasin shu bolani. Ularda ham to'y-to'ychig'i bor, qarindoshligi bor, maraka majlisga ham bora olmayapti shuni chichishini poylab. Hayotda otam uchun men darslar bo'lmasa gapni gapirib tushundingmi? Buni ko'tarib. Iloyo bola, iloyo. Ana. Mana degan. Assalomu alaykum. Ana. Po'lat aka, Hoji aka yaxshimisiz? Rahmat. Guli aktiv yig'ibsanmi? Unaqa gap gapirmang. Unaqa gap gapirmang, opa. Katta kishi o'zingda bo'l, yibanashga, aktivni. Bunaqa pul uchun ko'tingni sen sotasan, yiban biladi. Unaqa gap gapirmang, xonaka to'g'ri bo'y. Bonko'rsan, men senga bergan pullarni qaytarib Nega tushirib yuboring xonni? Iflosi. Nigora, o'zini hurmat qilmagandan-da. Ana. Ko'rdingmi? Bekkanni ko'rdingmi? Urganni? Bekkan. Ko'rdingmi? O'lay. Rahmat, ko'zing chiqib ketgadi, bo'lmay. Nega 10 ga urib berdi baradi hozir, qarab turing. 10 ga urib berdi baradi hozir, qarab tur. Qarab tur kalingga qo'taman. Qarab turinglar. Yo borish. Ko'rdingmi? Uring degan. Ha. Rahmat, qanday so'zi bilsang. Rahmat Alloh rozim, rahmat. Xayrati. Rahmat. Bular shu yetar. 5-6 kunga. Qo'shimni. Yo, uksiz ichaveramiz. Bular qiynavarding shu Bekxan ko'tdi ham. Shu bolani ham qiynavarding. Uksiz ichaverasizmi? Ular o'zingga ketma. Ko'rdingmi? Buni ham qiynabsan, ota. Nima menga ostilaverasan sen? Nima menga ostilaverasan? O'zi 200 ming so'rab. Men senga osilmayapman, men seni yaxshiligingni o'ylayapman, uka. Mana qara. Odam Nima menga yaxshilik qilma. Qo'ta bosh menga qara. Qo'ta bosh hozir menga ursin deb oltga olding yetdik. Sen gap qilib olasan yetdik. Qisib o'tir yetdik. Menga latosini nima qilasan? Ota-onamga qilib boshqa qilasan. Yetdik. Mana ko'rdingmi? 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 Sukunma, inondoga sukunma. Nima kema yetdik. Boshqa sukunib o'tiribsan-ku. Xo'p. Bugun yapsan. Uksiz hech ko'ksiz deb. Hozir aka. Hozir. Bekxan rahmat. Ha. Xon qani? Xon aka. Po'lat. Narigoyga chiqaramiz uksiz. Bo'y meni tirikchilikka chiqib qoldi. Narigoyga o'zim olib boraman senga.
Qabristonga ketishni ham o'ylama. Bekxandi trekkerini orqasida ketaveradi o'liging. Spokойно, kichkinagina. Nega? Zapaska balonni o'rnida turmay turdi. Bu iflosga men yomonlik qilgan joyim yo'q-da. Urushmaylar. Ali bo'ldi, mana shu gapirma menga. Meni gapirma. Mana shuni san'atlik qilaman deb mashinasi xabari yo'q, yonib ketdi-da bu. Bu monkur, ana shu insonni orqasida tektirdi bu, isqirt bu. Ana shu odamni shunday qildi bu. Zanjal nima kerak bor aka? Bu xudo urib qo'ygan buni. Xudo urib qo'ygan. Ko'tsan sen, musor bilan. Aktiv yurasan. Ona aka nima qilyapti? Jalabni bolasi onasi Men sen bilan teng bo'lmayman. Sen men onamni jalab degansan, men onang jalab seni. Onang jalab, otingdan jalab. Men seni qo'ymayman. Onamni jalab. Seni onang yo'q sen. Jalab. Otang yo'q, sen sag'irasan, diddomni qizsan, haromisan sen. Tushundingmi? Haromisan sen. Ona aka. Senga donatorlik qilgan odamni sen shunday chiqding, non ko'rsan sen. Non ko'rsan. Men senga bergan pullarimni qaytar dedim. Salomat hozir. Qaytar. Uyingda yegali noning bo'lmagan paytda pul berganman. Senga ihson qayb, pulimni qaytar. Qaytar. Xona aka. Bergan bo'lsa, qo'rqgansiz aka. Undan nima qilmaydi? Allohdan qo'rqmaysanmi? Yo'li, isqirtsan sen. Malades. Non ko'rsan. Pul uchun har narsa qilasan sen. Donatorlarga yomonlading, bilasanmi? Donatorlar g'iybat qilib efirda yomonlar. Meni onamni jalab deganing uchun javob berasan. Onang jalab. Onang jalab. Buni mana qarab tur, men seni qo'ymayman. Onang jalab. Men seni qo'ymayman. Men TikTok ko'raman. Riyalni qayerdan seni ko'raman. Mana qarab. Jalab, so'rava. Bitta xor bo'lasan sen. Bo'ldi, urushmaylar. Onang jalab. Xon seni onang jalab. Fohishasi. Bor, onang uchun so'rava mendan. Onang jalab. So'rab olaman men, o'ylama, so'rab olaman. Jalab. Sen g'iybat qilib meni blokka tiqay bir. Sen haromisan sen. Aktiv uchun ko'tiga istirasan sen, isqir. Urushlar bir-birlari bilan ona. Sen Ali shuncha yaxshiligini bilmasdan turib, Ali bratni sen tema qildingmi, isqir? Nima nega? Qaddishga qilaman deb yonib ketdiranglari bilan. Mol bilan. Pe basharingga qo'tog'im sen. Onam tanishida. Xon aka bo'ldi qing aka. Nima kerak bor janjalding? Betingni och, nima qilyapsan? Sigaret chekyapsanmi? Gandon betingni och. Nima qilyapsan? Sigaret chekib o'tiribsanmi? U odam emas. Uni nimasidan aktiv ama. Fondi tushirmalari. Men nimasidan men birovdan donator zotini o'ziga yozmayman men. Duruzi ham deylarga. Ali ko'tligidan gapirganman. U ko't erkak bo'lgan-da. Ashxonga o'xshagan ko't bo'lgan. Amiyalaq ekan. O'shuning uchun gapirganman. Yo'q, xon chaqirchi, abelammi xon? Chaqirchi xonni? Uyatmaysanmi? Hozir bir Xudoni yaxshi kunlarda turibmiz. Uyatmaysanmi? O'shani qanaqaligini bilasan. Sen bilan birga o'tirib, Sardor bilan birga o'tirib ham orqasidan gapirgan. O'sha erkakmi? Yo'q, Guli, bitta narsa qara, mana qara. O'sha erkakmi? Bu donator qochishi, boshqasi emas. Buni Alloh urib qo'ygan. Men bandasi gapirganimni eshitma bo'lmaydi. Buni Xudoni o'zi urib qo'ygan. Shang'illurmagin, Xudo jazoini bergur. Adovatlarni yo'qotinglarchi mana shu paytda, hozir mana shu oylarda. Men gapirganim ham yo'q. Buni blogan Xon aka, uzr so'rang, xon aka. Uzr so'rang, ayol kishi. Men onam so'kkancha uzr so'rasin. Isqir. Oxirida sen isqirsan sen. Men seni 10 partalab shartingni qilganda ko'tvacha bilan bir parti yutqizganingda qochib ketgan bir ko'tsan sen. Sen ko'tsan. O'rramni qo'shib yutib bir ravut yutib qochib g'iybatchisan, tushundingmi? G'iybat men ayol kishi bilan o'zi teng kelmayman. Lekin men seni tiri tursam men seni qo'ymayman. Mana qo'lingdan nima kelar? Qarab. Nima kelar? Bollaring ko'chada qolmasa aytasan. Mana qarab tur. Yuzni oching, qizaga o'xshab yashamasdan yuzni oching, ha? Bolani o'tay qo'shmaydi. Gapiring. Ketib turing. Tirib yurasan. Sen aralashma, Po'lat qissib o'tir. Tushundingmi? Sening puting sikdi. Gandon bilan. Menga qara.
qisib o'tirsin. Fu seni basharingga Sen jalabdi ko'tsan bolasi. sen. Onam ko'tcha jalabdi fu bilan. senga. Isqirtsan sen. Jalabdi bolasi. Onamni gapirma, haroma bilan. Onamni gapirma. Bo'ldi, ayol kishiga unday gapirmang. Ular aralashma, Xonaka. meni o'tkazganini o'zim bilaman. Men biram marta bir go'stiga chiqib birov bilan janjal qilganimni ko'rdingmi? Men janjal qilmayman. Nima uchun hoji aka bilan urushmayman? Nima uchun sen bilan urushmayman? Nima uchun boshqa bilan urushmayman? U isqirda yo'q. Nima bo'lganda ham, xon, nima bo'lganda ham mana shu Unaqa gap qilmang, xonaka, qo'ying. Nega yerdan senga ham qiladi shu ishini? Sardorga ham qiladi, hoji akaga ham qiladi. Bu isqirt qiz bu. Unaqa ayol emas u. Ali aka shuncha borku, pul berib yonib ketdi. Ana shu Ali akani tema qilib chiqdi bu isqirt. Bu donatorlarning birantasiga yaxshiligi yo'q. Birantasiga. Jimsi, Guli Alloh jazoini bersin. Ikki kishi bilan aytishgan ayol shaytoniydir degan. Seni haqorat qilmayapti shu odam. Nima u bilan qo'rqqandek tushib ketding? Qo'rqib tushib ketding. Chiqana baqa. Qancha? Yo'q, bunga men yomonlik qilmaganman-da, bilad. Orqamdan g'iybat qildi. Qancha g'iybat qildi? Menga qarang, G'iybat xonaka. qilma bile. Xonaka. Menga Men seni qarang, g'iybatlaringni eshitganim xonaka. Men sizga Yo, bitta bu gap nima aytib debdi, beraman. de? Menga qarang, Eshitibdi. o'sha Ali deganingiz haqiqatdan WhatsAppchi. Nimaga desangiz, u Samiraga borib qutoqlarini ko'rsatib, anaqaga bitigacha rasmi bor. Ana shu Samirada. Ya mayli, Bildingizmi? men bunga yomon, nima yomonlik qildim bunga? Uni tarafini olmang. Senga nima yomonlik qildim? Hoy, bizni nimaga yopiryapsiz? Sen nima meni g'iybat qilib efiringga borib padarka taylasam, meni padarka tashib, men senga yaxshilik qilib yana padarka tashib, men gina saqlab. Hoji eshit nega? Senga o'sha maraz Menga borib yo'q. padarka tashlayapti. Uni menga padarka tashlamadim. Gadayga bo'lsang ham, musor senga padarka tashyapman, bursin bo'lsa ham yordam bo'lsin. Nimaga meni shuni bloklaysan? Xon, shang'illab. G'iybat qilib yana meni efiringdan bloklaysan. Shang'illormay yuzingni och, amsikyapsanmi? Nima bola xon biladi? Chiroyli gaplash, och yuzingni Menga padarka tashlashni xohlamadim. Asabga o'ynama bilan. Menga padarka tashlashni xohlamadim. Bu qildim. Yo'qmadi. Yo'qsan menga. Xon kallangga qo'tag'im biladi. Yoningni olyapman. Yuzingni och, jalablarga o'xshamasdan. Yuzingizni oching, xonaka, nima qilyapsiz, ey? Ya tavba qildim. Xonaka, Yuzimni ochib siz ochib gapira olmaysizmi? Aliga keladigan bo'lsa, Aliga xotiningni bersin, Ali seni xotiningni xotin qilib olsa, pullang ko'payib ketadi. Ali WhatsApp chiqibmi? Aliga xotiningni ber. Harom meni xotinimni qo'shma, onasi Aliga xotiningni ber. U WhatsApp, u angalar. Aliga xotiningni ber. Xotiningni ber, xotiningni ber. Senga donatorlar xotiningni ber. Bor uylan. Guli mujiga kelsan. Bor Aliga xotiningga. Bor Ali o'tganda WhatsAppdan menga isqirsan, Guli isqirsan, tushundingmi? O'sha xotiningni Aliga olib ber. Bor. Musulsan sen. Guli mard ekansan, ayol kishi bo'lib yuzingni ochib o'tirsan, gap yo'q. Bu angalar. Bor. Senga WhatsApp pul kerak, Aliga xotiningni ber. Senga donatorlik qiladi. Senga. Onangni skay. Qizi fohisha onangni ko'tiga skay biladi. Xotinimni gapirma. Qizlaring ham bo'lsin seni. Bolamni nito gapirding. Yoz, bolang uchun yoz. Yoz ustidan, bolang uchun yoz. Onamni so'kkani uchun javob berasan. Sikaman men, yozsang yoz. Bolang uchun yoz Guli. Yozsin. Lekin oshirib yubor. Sikaman buni. Ammamni qamalib ketdi. Bola chaqani qo'shmaylar, bola chaqa xotin. Meni xotinimni qo'shdimi? Xotinimni qo'shdimi? Men balasini qo'shaman. Unaqa balani qo'shmang, ey. Ketakmas. Nimaga meni xotinim? Nima deyapsiz? Nimaga meni oilamni qo'shadi? Nimaga endi ayol kishiga nima qilmang, ey. Nimaga oilamni qo'shadi? Ketakmas. Biz ayol kishi bilan mayli nima qilmang. Nimaga meni oilamni qo'shadi? Tushunyapsanmi? To'g'ri bo'y. Chiqsin, Luboyga chiqsin. Men onamni fohisha degani uchun. Mayli, qamalib ketay. Onamni fohisha degani uchun javob bersin. Qamalishga roziman men. Endi men yarashtirmoqchi edim shu Guli hozir. Undan ko'ra uzr so'rang, xonaka. Uzr so'rang, biroq uzr so'rang. Alo, assalomu alaykum. Qaytarib ber. Men Oltiariq tumani Zilxa shaharchasi 20-18-xonadondan telefon qilyapman.
Zilxa nechi dedingiz? Zilxa ishchilar shaharchasi 20-dom 18-xonadondan. 28. Familiyangizni? Bu ham haqiqiy Uzr so'rang xonaka, iltimos uzr so'rang. Uzr so'rang. Onamni jalab degan. Gostisida turganimda xonnikidagi chiqib meni voyaga yetmagan farzandlarimni shaxsiy egasiga tegib, voyaga yetmagan bolalaring seni jalab deyapti. Men shuni voyaga yetmagan, men bolalar qizlarimning otasi o'tib ketgan, shu sababli xon 01 nikida anaqa efir olib boradigan meni juda qattiq haqorat qildi. Meni onamni jalab degan bu. Onamni jalab degan o'lgan onamni. Xotinimni gapirdi bu siqir. TikTok profilida. TikTok profilida. Xonaka uzr so'rang, iltimos. Men qonun bo'lsa, qonun tomonidan gaplashaman sen bilan. Sen men onamni jalab deganing uchun, g'iybat qilganing uchun, qancha tuhmat qilgancha, oilamni gapirgancha sen ham javob berasan. Javob berasan. Meni o'zim haqorat qilsin, boshqa qilsin, menga u shaxsiy adovati bor. Bir ikkita videolar ham tashlab berishgan, men haqimda videolar qo'ygan profiliga. Shularni ham sudda taqdim qilaman. Nega? Men qo'rqmayman. Men qo'rqmayman. Yoz profiliga ham qo'ygan. Bu nimada men hech unaqa qilmagandim. Ko'p marotaba. Guli. Salomat bo'ling. bo'l. Xonaka uzr so'rang, xonaka iltimos nima qilishini qarab. Hammani ichida bo'lar jin deydimi? To'xtanglar. Non ko'rsan sen, Guli, non ko'rsan. Men qo'rqmayman qamalib chiqishda. Men qo'rqmayman. Xon to'xtab. Turg'anlar ham bir minut to'xtab. qamalishdan qo'rqmaydi, o'ylama. Xon, bo'pti. Qamati yo'q. Qatta bo'lsin. To'xtab tur. Guli, o'chirasan, majruh shu Po'latni ham hamma deydigan odam yo'qmi oramizda? Guli qarab Po'latni turing. ham yo'qmi odam yo'qmi? Qiziz turmushga chiqqanmi yo'qmi? Qiziz turmushga chiqqanmi yo'qmi qiziz? Uylanimga chiqadim, hali voyaga yetmagan jinni. Men seni qizing fohisha bo'lsin dedim. Sen meni xotinimni gapirganing. Qo'shmay unaqa qizi turmushga chiqqan xonaka yo'q. unaqa qiliq qilmang, uzr so'rang. Sen meni xotinimni gapirding.